tug'ilishda oyog'imdan tortishgani uchun ikkala oyog'im chiqib qolgan. Uning bolaligi boshqalardek chopqillab o'ynab o'tmadi. Ikkala oyoqlarida ham nuqsoni bor edi. Gips qilaylik deyishgan. Lekin endi kattalar sabab qildirishmagan. Keyin 4-sinfligimizda shu yurishim noqulay bo'lgani uchun majbur qildirganman. Hamma qarshi bo'lgan, hech kim men tomon bo'lmagan. Lekin ayam mayli shu qizimni qildiraman deb ayam sababli qildirganmiz. Hozirda bitta oyog'imdan nuqson qolgan. 1,5 santimetr, bittasi kalta. Maktab yillarini yaxshi eslaydi Mohira. Biroz muddat umumiy ta'limda tengdoshlari bilan o'qidi ham, ammo yoshi ulg'aygan sari uyaladigan bo'ldi. Bolalik qilibmi nuqsonini yuziga soladigan tengdoshlarining gaplari og'ir botardi ba'zan. Mohira ulg'aydi. Ota-onasi, singlisining daldalari uni o'zini boricha qabul qilishga undardi doim. Ammo ba'zan atrofdagi odamlarning oddiy gap so'zlari ham og'ir botardi ko'ngliga. Misol ajratishdimi, o'zimni yaqin olmayman. Misol o'shuni gapirishlardan bilaman. Misol yoqmayaptimi, men ham uni o'zimga yaqinlashtirmayman. Yillar o'taverdi. Maktabni tamomladi. Endi u tengdoshlari kabi oliy ta'limda tahsil olishni istadi. 6 yil harakat qildi. Har yili imtihon natijalari chiqqanda umidi puchga chiqardi. Kontrakt asosida qabul qilinganman, lekin oilaviy sharoit to'g'ri kelmaganligi uchun o'qimaganman. Unda kvota yo'q edi. Keyin kvota ajratilgandan keyin o'sha 2 kvotali imtiyoz bilan byudjet asosida o'qishga qabul qilinganman. O'qishga kirgandan keyin ham oilasining qarshiligiga uchradi. Ota-onasi nogironlik belgisi bo'lgan qizini ta'lim jarayonida jismoniy qiyinchiliklarga duch kelishidan cho'chishgandi. Hujjatni borganimda o'qimayman ustoz, zinalar bor ekan, qiynalaman deganman. Keyin o'sha ustozim menga turtki bo'lganda qandaydir. Mohira jim o'tirishni yoqtirmaydi. O'ziga halovat bermay izlanadi doim. Oliy ta'limda o'qish bilan birga sun'iy gullar yasash kursida o'qib hunar ham oldi. Bugun esa tumandagi umumta'lim maktabida yakka tartibda tahsil oladigan bolalarga bilim bermoqda. Bundan tashqari o'zi istiqomat qilayotgan Farg'ona tumanidagi Yangiobod mahallasi yoshlarini ham oliy ta'limga tayyorlaydi. 17-maktabda logoped bo'lib ishlayman. 2 ta o'quvchim bor uy ta'limida. Ular ham o'zimga o'xshagan imtiyozli. O'shalarga logopeddan dars beraman. 4 ta abituriyentim bor. Surda tarjimonlikdan ularni oliy yurtiga tayyorlayapman. Mohiraning jismoniy imkoniyati cheklangan, ammo u ana shu imkonsizlikni mehnati, harakati bilan katta imkoniyatga aylantira oldi. Unga atrofdagilar emas, u atrofidagilarga yordam beradi bugun. Bir oyda har xil, misol 4 million, 5 million topaman. Bundan ham ko'p topish mumkin. Harakat qilsangiz, shu harakatingizga yarasha natija olasiz. Hozirgi kunda 2 ta shogirdim bor. Shukr qilaman, chunki yuryapman. Misol birovga muhtojlik joyim yo'q. Bu kun Maftuna Mamasidek va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.